Word matni muharririda albomdan knijniga, knijnidan albomga o'tish usulini men o'rgatmoqchiman. Mana ekranda ko'rib tursiz, ikkita knijni sahifa turibdi. Buning uchun razmetka stransiyaga kiraman. Razmetka stransiyaga kiraman. Kirgandan keyin razriv bandini tanlayman. Razriv bandidan следующее stransiyani bandini tanlayman. Tanladim mana. Kursor lekin ikkinchi betga turishi kerak. Mana ikkinchi betga turishi kerak kursor. Orientatsiyani ochaman. Albomni tanlayman. Demak, sayfamiz albomga o'tdi. Albomdan knijniga o'tishga ham xuddi shunday. Mana hozir men demak yana bitta albom taxlayman. Mana o'taman, albom tax bo'ladi hozir. Bitta albomni. Albomga kursor turibdi mana. Yonib o'chib turibdi kursor. Mana shu kursor o'tkazadigan sayfamizga turish kerak. Yana menyular satridan razmetka stransiya menyusini tanlayman. Razrivni ochaman. Razrivdan следующая stransiyani tanlayman. Undan yana orientatsiyani ochaman. Orientatsiyadan endi albomdan knijniga o'taman. Mana o'tdi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Xayr, sog' bo'ling.